Citologiya, histologiya, embriologiya fani bo'yicha savolni tashlamoqchiman. Veterinariya histologiya fani tarixi savol temasi. Bunda veterinariya histologiyasi haqida tushunib, histologiya fani tarixi, O'zbekistonda veterinariya histologiyasi tarixi va histologiya atamalari. Veterinariya histologiyasi bu hayvon organizmi klinika to'qma darajasida o'rganiladigan tan bo'lib, u veterinariya meditsinasining tikarli bo'limlarining biri. Bu fan hayvon salomat жағдайы, kasalliklar rivojlanish mexanizmlari teran tushunib, sonraki diagnoz qo'yish ham emlash prosesslarining ulkan ahamiyatga ega. Histologiyaning rivojlanuvi tek veterinariya tarafında emas, biologiya va meditsina fanlarining qalblashuviga ulkan rol o'ynaydi. Histologiya fani tarixi. Izlanuv usullari anatomiyaga tan bo'lgan bu davr histologiya fanining dastlabki tarixi deb ataladi. Histologiya tiri organizmlarning denesidagi to'qmalar, tuzilishi ham ularning funksiyalarini o'rganadi. Histo so'zi grek tilidan olingan bo'lib, to'qma degan ma'nosini anglatadi. Histologiya 17-18 asrlarda o'z oldina fan sifatida qalblasdi. Dastlabki klinika tuzilishi to'qmalarning mikroskopik tuzilishi ustida izlanuvni olib borila boshladi. Veterinariya tarafida histologiyalik izlanuvlar yordamida kasalliklarning mikroskopiyalik belgilarini aniqlab, patologiyalik o'zgarishlarni o'rganish yo'lga qo'yildi. Veterinariya histologiyasi umuman histologiya o'ylab topilganidan boshlandi. Mikroskop 1590 yilda o'ylab topilgan bo'lib, Robert Hooke 1665 yilda elektonni birinchi reyt qayd berdi. Anton van Leeuwenhoek bo'lsa mikroskop yordamida qand-klетkalar, mikroorganizmlar, sperma klетkalari ko'rdi. Bu vaqtdan boshlab histologiya tez rivojlana boshladi. Ayni sol davrda histologiya g'ayrisiz fan sifatida bo'linib chiqdi. Veterinariya histologiyasi bo'lsa 20-asrning ikkinchi yarmidan boshlab qalblasha boshladi. Yevropaning turli mamlakatlarida veterinariya institutlari shug'ullanishib, hayvon to'qmalarining mikroskopiyalik tuzilishini o'rganish yo'lga qo'yildi. Virxovning patogistologiyalik shumishlari veterinariya patologiyasi ham histologiyaning rivojlanishida ulkan ulush qo'shdi. Rossiyada bu vaqtda Meshnikov, Pavlov siyaqli olimlar tarafından davom ettirib kelmoqda. O'zbekistonda veterinariya histologiyasi 20-asrning o'rtalaridan boshlab rivojlana boshladi. Toshkent mamlakatlik Agrar universiteti hamda Samarqand veterinariya meditsina institutida histologiya kafedralari shug'ullantirilib, hayvonlarning normal ham patologiyalik histologiyasini tezkor ilmiy izlanuvlar olib borildi. Hozirgi kunda histologiya zamonaviy mikroskopiya, elektron mikroskopiya immunohistoximiya ham molekulyar biologiya usullariga rivojlanmoqda. Histologiya atamalari hayvon to'qmalarining tuzilishi, funksiyasi ham rivojlanuvini o'rganadi. Ikkinchi meditsina ham veterinariya fanlarining tikarli bo'limi. Uchinchi mikroskopiyalik darajada organizmni tushunuvga yordam beradi. Veterinariya histologiyasining vazifalari salomat ham kasal to'qmalar solishtiruv, to'qmalar funksiyalarini aniqlash, organlar tuzilishidagi o'zini tanqidlarga o'rganish, diagnostikalik proseslarda yordam beradi. Kechagi savolda aytib o'tganimiz sitologiya, embriologiyani bilasiz qo'ya. Kim aytadi sitologiya deganimiz ne? Sitologiya bu klетkalarning tuzilishdan funksiyasi haqida biologiyaning bir bo'limi hisoblanadi.
Citologiya o'rtacha so'zdan bo'lib, situs klinika degan narsani bildiradi. Al embriologiya Embriologiya ana qanday organ qanday yaklar. klinika Klinika organizmning eng kichik bo'lagi bo'lib, u 1668-yil Robert Koch tomonidan ochildi. To'qma neydi jana aytdim. To'qmalarning to'qma turlari ekologiya to'qma, organli, so'ru, seksiya. Biriktiruvchi to'qma. Tirik ham tayan. Bo'lshevik to'qmasi ham qisqardi. Yer to'qmasi impulslar o'tadi. Eptel to'qmasi dena betning har ikkita organ bo'shliqlarini qoplaydi. Ko'p qavatli ham bir qavatli shalbat, silindr tarzda turlari bor. Organli seksiya so'ruv vositalarini olib biriktiruvchi to'qma eng ko'p tarqalgan to'qma turi yengil, suyuk, shermishi, ansiyakli ko'plagan formalar bor. Organlar arasida to'ldiriladi ham bitimli. Bo'lshevik to'qmasi skelet bo'lsheviklari, kirurgni yurak bo'lsheviklari, ritmni qisqartiradi. Tilis bo'lsheviklari ichki organlar harakatlanadi. Nerv to'qmasi, nerv to'qmasi haqida o'tib neyronlar ham neyronlardan turadigan oraylik ham primitiv nerv sistemasining fikasi bilinmoqda. Histologiya qo'llaniladigan usullar mikroskopiya, dasturxon elektron, tekshiruv, ham bo'yoq, ham immunohistokimiya, arnavlar, materiallarni aniqlash. Boshqa